Endi Navoiy haqida gaplashsak, Navoiy ham juda falsafiy shoir bo'lgan. Navoiyning bir she'ri bor. O'rningdan tur yaramas, SSRni ag'dargin. Mana shu she'rini ta'riflab ber Navoiyni. Alisher Navoiyning bu misrasi juda chuqur ma'noga ega. O'rnidan tur yaramas deganda insonning o'z joyidan turib o'zini yaxshilashi, o'z ustida ishlashi kerakligini ta'kidlaydi. Eserni ag'dargin degani esa inson o'zining ichki dunyosini tekshirishi, o'z xatolarni anglab, ularni tuzatishi kerakligini bildiradi. Navoiy bu misolda insonni o'zini doim takomillashtirishga chaqiradi. Rahmat, seni javoblaring juda ilmiy va men qoyil bo'laman har doim.